Avvalambor xalqimni bizga bergan ishonchiga katta rahmat. Mana shu yerda kelganimda ahvolni ko'rib, sovuq, muzlagan joyni ko'rib, mana shu yerda 2 xona bo'lsa ham uy solaman dedimda, hasbunallohu ni'mal vakil. Alloh o'zi yetimlar tashab qo'ymadi deb bir og'iz qo'yilgan video. Kartalar ham qo'ymaganmiz edi. Ishonasizmi, seni karta ham qo'ymadik. Robbimga hamdlar bo'lsin. Nima deydi? Milliardlab insonlar ichida mana shu fazilatni bizga berganiga, shu xalqimizni bizga bergan omonatni qo'rqmasdan berishigida. Farhodbekka telefon qilib qo'yishmabdi. Aka, nimaga karta qo'ymadi Shavkat aka? Men ehson qilmasam bo'lmaydi bu insonga deb shu 30 milliondan oshiqroqcha kartaga pul tushgan. Undan tashqari bittasi 20 million tashab bergan. Endi Qo'qonda mana shu yetimlarning boshini Shavkat akam silyapti, biz ham silaymiz. Payg'ambarim shafoatini ko'raman deb Qo'qondan bir inson g'ishiga meni qissam qo'shilsa deb 6 million. Undan tashqari mana shu bolajonga o'yinchoqlar, har xil narsalar olib kelgan. Mana videoda ko'rib turibsizlar. Haligi eshitib boshqacha mazza qildimda. Namangandan bir akamiz $500 berdi baba. Keyin $1000 yana qayerdan u? Rossiyadan $1000. Rossiyadan $1000 jo'natyapti. Toshkentdan yana bir akamiz, doimiy biz ehsonlarimizda bardavom bo'ladigan akamiz ham mana shu bolalar joylari uchun 8 million so'm pul berib yubordi. Alloh rozi bo'lsin. Bu degani u yoq bu yog'i nima deydi? 80 millionga yaqin pulimiz bor. Undan tashqari produktlar qilib ketishgan. Shipro olib beradigan akamiz nima bo'ldi? Hali aniq emas. Nimani xo'jayinining o'rtoqlari 100 ta shipta ketdi. Tushirib ketdi. Nodirbekning o'rtoqlari. Voy mashalloh. Xudo rozi bo'lsin. Rahmatli Nodirbekimiz o'rtoqlari 100 ta shipr tashab ketdi. Qarang, Alloh rozi bo'lsin. Jannat bilan. Undan tashqari eshik derazachilar chiqqan-a bizga. Alloh rozi bo'lsin. Endi bizga bitta zaruriyat, shu pullarimizni Xudo xolasa ustalarga ishlatamiz. Shuna qilib, endi yana bitta zo'ri, o'tgan safar videoda aytgan edim, meni shogirdim 2 yillik. Shunaqa darvozachilar borki, o'zi darvoza yasamaydi. Men dunyo va qiyomatda javob beraman, o'zi yasamaydi-da. Shunaqa hozir Namanganda ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi 90% mashinliklar chiqqan. Bo'ldi, darvozani pasonlar tashlaydi, pul tashlagansiz yo'qolib qoladiganlar, mashinliklar ko'payib ketdi. Bu insonga men javob beraman, kafillikka ham turaman Xudo xolasa. Chunki sizni darvoza qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Juda zo'r, halol, bitta vaqt aytadi, pulingizni olmaydi. Siz yoqqan pasonni borib o'rnatadi, keyin pulni sanab berasiz. Faqat siz meni nomimni uyat qilib qo'ymasangiz bo'ldi. Pulni chala berib o'qimasangiz bo'ldi. Endi mana shu kamizga va'dalashdik, mana hozir o'lchaydi, o'lchab darvozalarni o'zi chiroyli qilib, undan tashqari kachallagan beraman deyapti. Mana shu bolalar uchib kulsa, qiyinchiliklardan keyin hammasini unutib, rohatda uchib o'tirganda bitta video qilamiz. Video qilamiz. Bitta kachalamay o'zim bergim keldi. Ana, Alloh rozi. Sidqidildan shu bolajonlar uchun maza qilib tushadi, duo qilishamiz. Bu sinimiz, boshqachamiz jamoasi. Mana kanalni ham kollaboratsiya qilib qo'yapman. Darvozachi o'zi ham namanganlik xalqi, 12 ta viloyat xalqi. Ikkalasiga ham o'tib pasportga tashab qo'yildi. Ikkalasi ham xayrli ishlar. Bittasi sizni kiraverishingizni, qo'rg'oningizni chiroyli qilib bersa, bittasi Namangandagi juda ko'p go'zal ishlarni, ko'rilayotgan ishlarni, masalan, oldi sotilib juda ko'p narsalarni mana shu qizdan ko'rasiz. Hozir Shavkat aka o'sha uyingiz videosini ko'rib qoldim. Men borib, bolalarni bir aylantirib, kiyintirib kelsam. Dedim, marhamat, bemalol keling dedim. Hozir bolalarni olib ketgani kelishdi. Nima deysiz o'zingiz? Bolalarga xursandchilik beramiz, bir kunga o'zlari xohlagan narsani chiroyli hayotda ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa. Go'zal bo'lib kelarkan-da, biz. Maza qilasanmi? Qizlar salonlarga borish xohlaydi, yo'llarga kiyish xohlaydi-yu. Bo'ldi. Bugun uspet qilasizmi, 7 ga qilasizmi? Nima qilasiz? Bugun uspet qilasiz. Bo'ldi. Bo'lmasa sizga topshiramiz. Mana hozir videoda ko'rasizlar, Xudo xolasa qo'shaveramiz. Qizlarni ham chiroyli qilib aylantirib, kiyintirib kelishadi. Boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Yana karta qo'ymaymiz. Mabodo men yerda to'la dushlarga qilyapmiz, o'shaqa santenik ishlari bo'yicha, отделка narsalari bo'yicha men hissamni qo'shmoqchiman degan insonlar, mana shunaqa narsalarga hissam qo'shmoqchi deganlar, yana Farhodbek nomerini qo'yib qo'yib, iltimos, bu nomerga boshqa vajlar bilan bezovta qilmang. Meni so'rab, to'g'ri tushuninglar. Bu oddiy, 1 so'm pullasiz, faqat oxirat manfaati evaziga mana shu yerda turib beradigan insonni qiynab qo'ymang. Ertaga Farhod yana bitta uy solamiz desa, voyda deb qo'shadigan qilib qo'ymanglar, iltimos. Faqat yaxshilik bilan aloqaga chiqinglar. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum. İki dünya adamları, iki uyning egasiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat-qavat, ko'ngil istagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Qaysi uyni bezatyapsiz?